Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz uchun 4 xonali komfortli dom topib qo'ydik. Marhamat, obzorni ko'ramiz. Aha. Sanuzel bu. Ko'rishingiz mumkin. Kanalizatsiya hammasi qilingan. Oshxonani ko'ramiz. Bu xolodilnik olib chiqib ketiladi. Bu garnitur qoladi tayyor holatda. Yoqda mehmonxona. Barchasi aboy qilingan va konditsionerimiz qoladi, pardalar qoladi. Agar narxi kelishilsa, gilamlarni ham qoldirishadi. Bu yerda 3 ta xonasi bor, spalni, qo'shimcha sklad xonasi bor. Bu garniturlar olib chiqib ketiladi, spalni. Xonalari keng, juda ham xonasi ko'p. Bu xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Marhamat. Bu xonalarimiz ham remont qilingan. Bu yoqda konditsioner bor, u konditsionerni olib chiqib ketishadi. Bu domimiz pastida hovuzi bor, qo'shimcha yer maydoni bor. Bemalol dokumentalni narsa qurishlaringiz mumkin. Bu domimiz Navro'z mahallasida joylashgan, manzil o'ng tomonda Spiton 1 eski ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda ko'prigimiz bor, Gulshan ko'cha. 2-qavatda dom. Bu domimiz narxini 320 million deyishyapti. Bizda obunachilar kelishtirib berishadi. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz.